Acayip bek qiziqarli bir ishlik bek yo'lqimiz cho'bas. Mashinamizdan bir ağaçımızı setib qolamiz. Qashqarlik bir ağaçımızga. Setib ben bizning do'yimizning yakpan ölçünden ko'rdim, ko'rib olib men do'yingizni bek ko'rdim fikam. Ham mendan sal cho'ngroq ekan, aytib 5-6 cho'ng chiqdi o'xshaydi. Mush mashinamni bek garg'anta, masal usqalliroq chiqdim. Şunu igizrek bir maşinalar degan tem dedi. Onda biz buldacha mashina ko'rib deb yo'llab bersam bek yarab ketdi. Alamet yarab ketdi shu. 3 kunligim yarab ketdi bu mashina. Yarab ketib shuna bilan qishimizga keldi bu ağaçımız. Kelib mashinaning andan umum ishlarini qilib, andan keyin bu goxosni at qildi unda olsa qog'ozni tugatdi qo'nas at keling deb yo'lga sep qo'ysam at etigan telefon qilibdi. Fika meni bir gap qilsam qo'lingiz kelam dedi. Yaq gap qilavering acha desam, shunda mashina o'tkiligim yarg'an, o'tkilmay buldikan balam degan ma'lum yarg'an lekin men mabitam mashinang rangini yoqtirmabdi. Shom ya oqlanmabsa, ya sariqlanmabsa, ya qizlanmabsa deydi. Dedi-chu. Men turiblam qoldim-chu, bu nim deyishimni bilmadim hamda. Ota-onasiga yarabdi, masalan hisob o'ydikilarga yarabdi. O'ziga yarabdi, lekin hamda a edem mashinang amma rangi yaramabdi-chu odamga. Shunday men nim deyishimni bilmay, ha bo'libdi deb buldachundas rengi sizningki ma'natingiz yarmagan bo'lsa, ma'natingiz yarg'idek men do'ying chiqirib qolgan vaqtimda bir kelamsiz desam beksa tutib dedi. Ya qacha chiqisi yo'q. Didoqa buni bajil tep yo'qib bo'lgan bajnon pulsini tutib qoldik. Qolgan bergan pulsini qo'lga etib berdik. Yana qachon bilmaynaroq bir vishiningizdan do'yingizni ko'rib turay. Keplam qolsa mendan ma'natim ko'sib turib, debdi shuni bilan men buludacha kelasiz yana deb nim qildim. Shundan o'zimni bir hayron qoldim-chu hamda uydagilardan bek hamda oyliqqa olmagan taqtegimga adamni haddidan ziyada bek cho'ng bilib ham sho'lg'ama rang yarmatma mashinamizdan lekin bu amaliyotda men bek yaxshi ko'radigan bir rangdan biz cho'ma kuzanli qandaroq ko'rinyapti-da musholatda voy xili adamni maydaydi bu mashina taqa mashina 2016 6-oyning shingillarimi to'liq bor buning bo'shan 2 chiqida elib olasiz masalan bir 41 ming pulga bergan mashina cho'm o'sha 2016 ning shu 1 ming chalpichoq paydan elib bergan mashinada rang yaramabdi. Shunlar boshqa gap qilmadik, mushunga o'xshash. Hamda men o'ylab ketgan jonga bizni bir topgan, tuqqan ota-onamizdan bek hamda yo'lda bir yerga ketib berib tunishib qolgan, ma'abtim-pa'abtimni anda bek cho'ng bo'lib ketmaylar. Keyin oqmay qolish mumkin, jima qandashtirmas. Men bir ammabab deb qo'yay mana. Hammadan cho'ng bildiganimiz ota-onamiz, uydagilarimiz, aningdan bek cho'ng odam yo'q qandashtirmas. Bulamda mashinamdan shuni ko'rangli bo'ldi. Bu gap qilsam yana shu kallam shu ishlik kelib ketgan. Aş gapli to'g'riliq. Endi qiziqarli ishqaydi bizga. Shunga ancha muncha be deb qoldik emas. Ammo shu qarindoshlarimiz bunda bir ushqab qilib qolsa ya kallistimda bir o'y xiyol bo'lib qolsin degan maqsadda. Mana avtomat xod barmoqda o'tali davxon butun manzar to'nglik abashtima butun aynak butun xurumurnoq mashin zadi bijram. Mashina asosan 90 serizning zavsir chiqalaydi. Mashinada g'iyvaqa taraq turib uyamga ishtiganda faqat yo'q. Motor kurib usqan deganda 5000 kilometr sutib kabaletdan berma. Mashina biz 41 ming pul sotma, naqdisi har qanday bo'ladi. Mashinamning 10 bizning mush makit pazva to'qalimizda meydimizga bizga urib turib gap qilib satdiq mana. Endi urib turib bo'ladi deydigan, bo'lmaydi deydigan bir tal dempochen taraq bir 1500 ko'p pul senib bir tal dempochen o'zi chiqib elib uyga bir haydab baqqan qindashimiz chiqqanligima. Ana uningdan ma'abtimizdan, ya'ni biz sizni so'raydigan bo'lib qolib qolsanglar bash og'ritmay bo'ldi. Kilanglar bizning qashimizga. Men degandek, ashunda genjonlab qolsang, daralala qilsanglar, mashinamizga qarz yoki naq har qanday bo'ladi.